Были 4 года, когда 4 года уже парк существует, люди пользуются, отдыхают, а кадастр только сейчас проснулся. То есть возникает вопрос, что все это сделано по указу Хакима. То есть решение Хакима не боятся, потому пришли сейчас против дела сделали. Сейчас оштрафовали еще дополнительно человека на штраф на кадастр. Это вообще, мы считаем, несправедливо, незаконно, нужно обжаловать, и нужно всему городу Ташкент возмущаться, приходить и поддержать Арсена. Nega doim oddiy fuqarolarning burni qoniydi? Nega? Nima uchun? Kresloda o'tirganlar har doim yutib chiqadi-da, pul yo'q uchun oddiy xalqning burni qoniydi. Shularni dam olishga haqqi yo'qmi? Shundoq ham hamma yoq boylarniki bo'lib ketyapti. Hamma yoq egallab olishdi-yu. Bu bechoralar oddiy daraxtda o'tirib dam olsa nima qiladi? Bu yonidan sarf qilib shuncha pulni ishlatdi. Shu pullarni bola chaqasiga ishlatsa bo'lardi. Nima keragi bor bunaqa qilib? Kadastr o'yiniga o'ynab hammasi. Kadastrlar hech qachon haqiqat qilmagan. Yana shtraf qo'yibdi. Shtraf qanaqa to'laydi bu? Yosh bolalari bo'lsa, ota-onasi kasal invalidlar bo'lsa, buni ham o'zi bo'lmadi, shuncha mehnati o'zi bo'lmadi. Erta uy-joy qurmadi, boshqa qilmadi. Xalqning bolalari dam olsin. O'shalar dam oladigan kunlari chiqib choyxona qo'yxona ovqat qilib, choy ichib, dam olib o'tirishsin deb yaratilgan joy. Endi shu oddiy narsa ham xalqqa buyurmasinmi? Insof bormi o'zi bularda? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun mana sud tugadi va nihoyasiga yetdi, lekin biz juda ham bu narsadan xafa bo'ldik, juda ham bu narsadan biz ko'nglimiz cho'kdi, chunki bu yigitimizni hozir bularga mana keltirilgan vajlar inobatga olib, yana o'sha parkni, yana o'sha yashil makonni o'z eski ko'rinishiga qaytarishi nimasini berishdi, so'rashdi. Lekin biz norozimiz, biz barchamiz mana fuqarolar, shu yigitimizga yordam berib, shu mahalla fuqarolari ham nafaqat bularni, bizani ham bu mehnatimiz singanda, biz bu narsadan norozimiz. Biz holimiz shu kadastr agent o'sha boshqarmasini boshqadan shu narsalarni ko'rib chiqib, noto'g'ri ish qilganini ular anglash kerak, tushunish kerak. Va albatta bu hurmatli Shavkat Miromonovich yetib borishlarini so'rab qolamiz. E'tibor qoldirmasdan bizga yordam berishlarini so'rab qolamiz va bu yigitimizga o'sha hujjatlarni olish uchun va shularni qonuniylashtirish va tartib bilan shu narsaga hamma narsani joyida qolish uchun davlatimizdan yordam berishimizni so'rab qolamiz.